Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 2026 yilda pensionerlar ayrim to'lovlarni umuman to'lamasligi yoki ancha kamaytirib to'lashi mumkin. Bu masala har bir pensionerga, pensioni ota-onasi bor farzandlarga, uy-joy egalariga, yer uchastkasi bor oilalarga va kommunal to'lovlardan qiynalayotgan odamlarga bevosita tegishli. Eng muhimi shuki, ko'pchilik pensionerlar o'ziga tegishli imtiyozni bilmagani uchun yillar davomida ortiqcha pul to'lab keladi. Ba'zilar menga hech qanday imtiyoz yo'q deb o'ylaydi. Ba'zilar esa pensioner bo'lsam bo'ldi, hammasidan ozodman deb xato qiladi. Ikkalasi ham xavfli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensioner o'z pulini asrab qoladi. Men avval vaziyatni oddiy tilda tushuntirib beraman. Ilgari ko'p masalalarda pensionerlar imtiyozni olish uchun alohida idoraga borishi, ariza yozishi, pensiya guvohnomasi, kadastr hujjati, pasport nusxasi olib yurish kerak edi. Masalan, uy-joy bo'yicha soliq, yer solig'i, ayrim davlat xizmatlari yoki kommunal xarajatlarda yengillik olish uchun fuqaro o'zi yugurardi. Agar ariza bermasa, ayrim joylarda tizim uni avtomatik tanimasdi. Natijada odam pensioner bo'lsa ham oddiy fuqaro sifatida to'lov hisoblanib ketardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladigan bo'lib bormoqda. Pensiya oluvchi shaxs haqidagi ma'lumot pensiya jamg'armasi tizimida, uy-joy kadastr ma'lumotlari kadastr agentligi bazasida, soliq qarzdorligi soliq qo'mitasi tizimida. Ijtimoiy yordamga muhtojlik esa ijtimoiy reyestr orqali ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni. Lekin shu yerda juda muhim narsa bor. Elektron tizim bor degani hamma imtiyoz o'z-o'zidan xatosiz avtomatik tushadi degani emas. Ma'lumotda xatolik bo'lsa, uy sizning nomingizda bo'lmasa, kadastr eski bo'lsa, pensiya maqomingiz bazada to'g'ri ko'rinmasa, siz imtiyozdan foydalana olmaysiz. 2026 yilga kelib pensionerlar uchun eng ko'p savol tug'diradigan yo'nalishlar shular: mol-mulk solig'i, yer solig'i, kommunal to'lovlar bo'yicha subsidiya yoki kompensatsiyalar, ayrim davlat xizmatlari uchun to'lovlar, davolanish va sanatoriy yo'llanmalari, transport yoki hududiy imtiyozlar. Men bugun aynan shularni birma-bir tushuntiraman. Kim xavotir olish kerak? Kim tinchroq bo'lishi mumkin? Kim esa albatta hujjatlarni tekshirtirishi zarur. Birinchi katta masala bu mol-mulk solig'i, ya'ni uy, kvartira, hovli, dala hovli kabi ko'chmas mulk uchun hisoblanadigan soliq. Ko'pchilik pensionerlar, men pensionerman, demak uy solig'ini to'lamayman deb o'ylaydi. Aslida masala bunday oddiy emas. Odatda imtiyoz shaxsning maqomiga, mulkning turiga, maydoniga, soniga va qonunchilikdagi aniq shartlarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni siz pensioner bo'lishingiz mumkin, lekin 3 ta uy nomingizda bo'lsa, hammasi bo'yicha to'liq ozod bo'lishingiz shart emas. Yoki uy farzandingiz nomida bo'lsa, siz o'sha uyda yashasangiz ham imtiyoz sizga emas. Mulk egasiga qarab ko'riladi. Oddiy misol. Ota pensioner 62 yoshda. U 35 kvadrat metrlik kvartirada yashaydi. Kvartira o'zining nomida. Agar amaldagi tartib bo'yicha pensionerlar uchun ma'lum maydon yoki ma'lum obyekt bo'yicha imtiyoz qo'llansa, u soliqni to'liq yoki qisman kamaytirishi mumkin. Lekin shu odamning nomida yana bitta 1,20 kvadrat metrli dala hovli bo'lsa, ikkinchi obyekt bo'yicha imtiyoz avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun bitta uyim bor va 2-3 ta mulkim bor degan holatlar alohida tekshiriladi. Ikkinchi misol, ona pensioner, lekin yashayotgan hovlisi marhum turmush o'rtog'i nomida qolib ketgan. Meros rasmiylashtirilmagan. Kadastrda hali ham eski egasi turibdi. Bunday holatda soliq organi bazasida u ayol mulk egasi sifatida ko'rinmasligi mumkin. U men pensionerman, nega soliq kelyapti dedi. Sababi oddiy. Tizim pensionerni emas, kadastrdagi egani ko'radi. Shuning uchun meros hujjatlarini rasmiylashtirish, kadastrni yangilash, mulk egaligini qonuniy tartibga keltirish juda muhim. Uchinchi misol, pensionerning hovlisi katta, 200 kvadrat metr uy, 6 sotix yer. U menga hammasi bepul bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin qonunchilikda ko'pincha imtiyozlar chegaralangan bo'ladi. Masalan, faqat bir qism maydonga, faqat asosiy yashash joyiga, faqat bitta obyektga yoki faqat ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga nisbatan qo'llanishi mumkin. Shuning uchun to'lov kelgan bo'lsa, darrov meni aldashyapti demasdan hisob-kitob qanday qilinganini so'rash kerak. Ikkinchi katta masala yer solig'i. Hovli, tomorqa, dehqon xo'jaligi,
dala hovli yoki yakka tartibdagi yer uchastkasi bo'lsa, yer soliq alohida hisoblanadi. Bu yerda ham pensionerlik maqomi muhim bo'lishi mumkin, lekin avtomatik to'liq ozodlik degani emas. Yer uchastkasining maqsadi joylashgan hududi, maydoni kadastrdagi holati, kimning nomidaligi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Masalan, 72 yoshli pensionerning nomida 4 sotix tomorqa bor. U shu yerda yashaydi. Pensiyasidan boshqa daromadi yo'q. Bunday odam albatta soliq organidan imtiyoz bor yo'qligini so'rashi kerak. Chunki ko'p hollarda aynan shunday toifadagi fuqarolar uchun yengilliklar bo'ladi. Lekin boshqa pensioner 20 sotix yerda issiqxona qilib, mahsulot yetishtirib, daromad olayotgan bo'lsa, uning holati boshqacha baholanishi mumkin. Chunki yer shunchaki yashash uchunmi yoki tadbirkorlikka yaqin faoliyat uchunmi? Bu ham muhim. Uchinchi masala kommunal to'lovlar. Gaz, elektr, suv, issiqlik, chiqindi xizmatlari bo'yicha pensionerlar ko'pincha 2026 yilda bularni to'lamas ekanmiz degan gaplarni eshitadi. Men bu yerda aniq ogohlantiraman. Hamma pensionerlar kommunal to'lovlardan to'liq ozod qilinadi degan umumiy qoida yo'q. Lekin ayrim hollarda subsidiya, kompensatsiya, ijtimoiy yordam mahalliy byudjetdan qo'llab-quvvatlash, kam ta'minlangan oila sifatida yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashaydigan pensionerning pensiyasi yilda 200 ming so'm, qishda gaz va elektr to'lovi 500 ming so'mga chiqsa, bu uning daromadiga juda katta yuk. Bunday vaziyatda u mahallaga inson ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki tegishli ijtimoiy yordam tizimiga murojaat qilib, yordam olish huquqini tekshirtirish kerak. Agar u reyestrga kiritilsa, ayrim xarajatlar bo'yicha yordam berilishi mumkin. Lekin bu yordam hamma joyda bir xil emas. Shartlar hududga, oilaning daromadiga, yashash sharoitiga bog'liq. Yana bir misol. Pensioner o'g'li kelini va nevaralari bilan yashaydi. Uyning umumiy daromadi yaxshi. O'g'li ishlaydi, kelini ham daromad topadi. Bunday holatda faqat pensioner borligi uchun kommunal to'lov subsidiya qilinmasligi mumkin. Chunki ijtimoiy yordam ko'pincha butun xonadon daromadiga qarab baholanadi. Demak, yolg'iz pensioner bilan farzandlari bilan yashaydigan pensionerning imkoniyati bir xil bo'lmasligi mumkin. 4-masala davlat xizmatlari va hujjat rasmiylashtirish to'lovlari. Ayrim hollarda pensionerlar nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat faxriylari, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun davlat boji yoki xizmat haqi bo'yicha yengilliklar bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lumotnoma olish, ariza berish, ayrim hujjatlarni tiklash, sudga murojaat qilish. Notarial harakatlar bo'yicha ba'zi toifalarga imtiyozlar mavjud bo'lishi ehtimoli bor. Lekin bu ham har bir xizmat bo'yicha alohida belgilanadi. Shuning uchun davlat xizmatlari markaziga borganingizda men pensionerman, shu xizmat bo'yicha imtiyoz bormi deb albatta so'rang. Ko'pchilik so'ramagani uchun oddiy tarifda to'lab ketadi. Endi men sizga aniq ajratib beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bitta uyda yashasangiz, uy o'zingizning nomingizda bo'lsa, kadastr hujjatlari toza bo'lsa, soliq xabarnomalari kelganda imtiyoz qo'llanganini ko'rsangiz, siz nisbatan tinchroq bo'lishingiz mumkin. Lekin baribir har yili shaxsiy kabinetingizni yoki soliq organidagi hisobingizni tekshirib qo'ygan yaxshi. Agar uy boshqa odam nomida bo'lsa, meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, siz nomingizda bir nechta mulk bo'lsa, dala, hovli yoki qo'shimcha yer uchastkasi bo'lsa, kommunal qarzdorlik yig'ilib qolgan bo'lsa, pensiyadan boshqa daromadingiz bo'lmasa yoki siz yolg'iz yashasangiz, albatta tekshirish kerak. Chunki aynan shunday vaziyatlarda yoki imtiyoz qo'llanmay qoladi, yoki yordam olish imkoniyati bor bo'lsa ham odam bilmaydi. Yana bir muhim holat, nogironligi bo'lgan pensionerlar, urush qatnashchilari, mehnat fronti faxriylari, boquvchisini yo'qotganlar, yolg'iz keksalar, ijtimoiy reyestrda turadigan oilalar oddiy pensionerlarga qaraganda ko'proq yengilliklarga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu maqomlar hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Mahallada hamma biladi degan gap rasmiy tizim uchun yetarli emas. Tizim hujjatga qaraydi. Birinchi tuzoq, imtiyoz bor lekin ariza yo'q. Ba'zi imtiyozlar avtomatik tushishi mumkin. Ba'zilari esa murojaat asosida qo'llanadi. Siz ariza bermaguningizcha tizim sizga yengillikni qo'llamasligi mumkin. Ayniqsa eski qarzdorlik, noto'g'ri hisoblangan soliq yoki kadastrdagi xatolik bo'lsa, buni o'zingiz ko'tarmasangiz yillar davomida qolib ketadi. Ikkinchi tuzoq, qarzdorlikni indamay to'lash. Masalan, sizga 900 ming so'm soliq qarzi chiqdi. Siz davlatdan kelgan bo'lsa,
to'lash kerak deb birdaniga to'ladingiz. Keyin bilsangiz, sizga imtiyoz qo'llanishi kerak ekan. Pulni qaytarish mumkin bo'lgan holatlar bo'lsa ham bu jarayon vaqt oladi. Ariza, tekshiruv, hisob-kitob talab qiladi. Shuning uchun katta summa kelsa, avval sababini tekshiring, keyin to'lang. 3-tuzoq. Farzandlar nomidagi uy. Ko'p pensionerlar uyini farzandining nomiga o'tkazib qo'ygan bo'ladi. Keyin o'zi shu uyda yashaydi. Lekin soliq imtiyozi pensionerga emas, mulk egasiga bog'liq bo'lsa, pensionerlik yengilligi ishlamasligi mumkin. Farzandi pensioner bo'lmasa, uy oddiy tartibda soliqqa tortiladi. Shuning uchun mulkni kimning nomiga rasmiylashtirish masalasida faqat oilaviy ishonch emas, soliq va huquqiy oqibatlarni ham o'ylash kerak. 4-tuzoq. Propiska bor, egalik yo'q. Siz uyda ro'yxatda turishingiz mumkin, lekin mulk egasi bo'lmasligingiz mumkin. Ro'yxat yashash joyini bildiradi, mulk huquqini emas. Imtiyozlar esa ko'pincha mulk egasiga nisbatan beriladi. Demak, men shu uyda 3 yildan beri yashayman degan gap albatta muhim, lekin kadastrda kim egasi deb yozilganini hal qiluvchi hujjat belgilaydi. 5-tuzoq. Kommunal hisoblagichlar. Ba'zi pensionerlar menga yordam berilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin uyda gaz yoki elektr hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri. Eski qarz bor, o'z vaqtida ko'rsatkich berilmagan. Bunday vaziyatda subsidiya yoki kompensatsiya masalasi murakkablashadi. Chunki avval iste'mol, qarz va hisob-kitob aniqlashtiriladi. Shuning uchun hisoblagich ko'rsatkichlarini muntazam nazorat qilish, kvitansiyalarni saqlash juda muhim. 6-nuans, hududiy farqlar. Ba'zi yordamlar respublika darajasida belgilanadi. Ba'zilar esa mahalliy hokimliklar, mahalla, homiylik mablag'lari yoki hududiy dasturlar orqali bo'lishi mumkin. Masalan, bir tumanda yolg'iz keksalarga qishki mavsumda ko'mir, gaz balloni, oziq-ovqat yoki pul yordami berilishi mumkin. Boshqa joyda esa tartib boshqacha bo'ladi. Shuning uchun qo'shni viloyatda kimdir yordam oldi degani, sizda ham aynan bir xil bo'ladi degani emas. Lekin bu siz murojaat qilmasligingiz kerak degani ham emas. 7-nuans. 2026 yil uchun qoidalari o'zgarishi mumkin. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Pensiya, soliq va ijtimoiy yordam bo'yicha qoidalar har yili yangilanishi mumkin. Stavkalar, chegirmalar, imtiyoz mezonlari, minimal iste'mol xarajatlari, daromad chegaralari, ariza berish tartibi o'zgaradi. Shuning uchun 2025 yilda sizga imtiyoz berilgan bo'lsa, 2026 yilda ham avtomatik davom etadi deb beparvo bo'lmang. Aksincha, yil boshida yoki soliq xabarnomasi kelganda tekshirib qo'ying. Birinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, kadastr hujjati, yer uchastkasi hujjati, kommunal to'lov kvitansiyalari, hisoblagich raqamlari, oxirgi soliq xabarnomasi bo'lishi kerak. Agar nogironlik faxriy maqomi, boquvchisini yo'qotganlik yoki yolg'iz yashash holati bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar ham tayyor tursin. Ikkinchi qadam, mulk kimning nomida ekanini tekshiring. Kadastr hujjatiga qarang. Uy sizning nomingizdami, turmush o'rtog'ingiz nomidami? Farzandingiz nomidami yoki marhum qarindosh nomida qolganmi? Agar marhum odam nomida qolgan bo'lsa, merosni rasmiylashtirish masalasini kechiktirmang. Chunki hujjat tartibga kirmaguncha imtiyoz, sotish, hadya qilish, garga qo'yish va boshqa ishlar muammo bo'lib qolaveradi. 3-qadam, soliq organiga murojaat qiling yoki elektron kabinetni tekshiring. Agar internetdan foydalana olsangiz, soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali mol-mulk solig'i va yer solig'i hisob-kitobini ko'ring. Agar foydalana olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang yoki yashash joyingizdagi soliq inspeksiyasiga boring. U yerda shunday deb so'rang: men pensionerman. Mening nomimdagi mol-mulk va yer bo'yicha 2026 yil uchun qanday imtiyozlar qo'llanadi? Hisob-kitobda imtiyoz aks etganmi? Bu savolni aniq bering. 4-qadam. Agar xato bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Og'zaki gap ko'pincha unutiladi. Arizada ism, familiyangiz, JSH raqamingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiyon ekaningiz, qaysi obyekt bo'yicha imtiyozni tekshirtirmoqchi ekaningizni yozing. Arizaga pensiya hujjati va kadastr hujjati nusxasini ilova qiling. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxani olib qoling. 5-qadam. Kommunal yordam bo'yicha mahalla va ijtimoiy xizmatga murojaat qiling. Ayniqsa yolg'iz yashasangiz, pensiyangiz kam bo'lsa, qishda to'lovlar juda oshib ketsa, uyda kasal yoki nogiron oila a'zosi bo'lsa, bu haqda indamay yurmaslik kerak.
Mahalla fuqarolar yig'iniga boring. Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Ijtimoiy yordamga ehtiyojingiz borligini yozma bildiring. Daromadlaringiz, kommunal to'lovlaringiz, yashash sharoitingiz tekshiriladi. Hammasi hujjat bilan bo'lsa, yordam olish imkoni oshadi. 6-qadam, har bir to'lov bo'yicha imtiyoz bormi deb so'rashni odat qiling. Davlat xizmatlari markaziga borsangiz ham, notariusga borsangiz ham, sudga ariza bersangiz ham, davolanish, sanatoriy, transport, kommunal xizmat bo'yicha murojaat qilsangiz ham, birinchi savol shunday bo'lsin. Pensionerlar uchun yengillik bormi? Bu uyat emas. Bu sizning huquqingizni bilishingizdir. 7-qadam, qarzni tekshirmasdan to'lamang. Men umuman to'lamang demayapman. Men avval tekshiring deyapman. Agar katta summa, tushunarsiz qarz, eski yildan qolgan to'lov yoki imtiyoz qo'llanmagan hisob kitob kelsa, avval sababini biling. Chunki ba'zan bitta noto'g'ri kadastr maydoni, bitta noto'g'ri obyekt turi, bitta yangilanmagan ma'lumot 100 minglab so'm ortiqcha hisob kitobga olib keladi. 8-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksalar elektron tizimni tushunmaydi. Navbatda turishga qiynaladi. Ariza yozishdan tortinadi. Farzandlar esa telefon orqali 10 daqiqada soliq qarzini, kommunal holatini, kadastr ma'lumotini tekshirishi mumkin. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizdan soliq keldimi, kommunal qarz bormi? Imtiyozlaringizni tekshirtirdingizmi deb so'rang. Bu ham moddiy yordamning bir turi. Demak, 2026 yilda pensionerlar ayrim to'lovlarni to'lamasligi yoki kamaytirib to'lashi mumkin. Lekin bu hamma uchun avtomatik va bir xil degani emas. Eng muhim shartlar pensionerlik maqomi rasmiy bo'lishi, mulk hujjatlari to'g'ri bo'lishi, imtiyoz aynan sizga tegishli bo'lishi. Kerak bo'lsa ariza berilishi va hisob kitob ko'p tekshirilishi kerak. Men sizga eng asosiy fikrni yana bir bor aytaman. Imtiyozni bilmagan odam ortiqcha to'laydi. Hujjatini tekshirmagan odam o'z huquqidan foydalana olmaydi. Menga hech narsa tegmaydi deb yuradigan pensioner ko'pincha eng ko'p zarar ko'radi. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu gunoh uy hujjatlarini, soliq xabarnomasini va kommunal to'lovlarni tekshiring. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga qanday imtiyozlar bor? Soliq yoki kommunal to'lov bo'yicha muammoga duch kelganmisiz? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring.